Jigar, millioner bo'lib ketish xohlaysizmi? Millioner bo'lish uchun nima qilish kerak? Ota-onaning duosini olish kerak. Ota-onaning duosini olish uchun nima qilish kerak degan bo'lsangiz, mana bunaqa ikkitasi birda tahorat qilishga udobni bo'ladigan rakvinani olib borib, ota-onangizni xonasiga ustanib qilib beradigan bo'lsangiz, menimcha sizdan boy odam bo'lmasa kerak. Ko'ryapsiz, italyanskiy dizaynda ishlangan, tahorat qilish uchun udobni hisoblanadi. Qishda ota-onangiz hammomga borib, sovuqda chiqib yurishga hojat bo'lmaydi. Xonaligida turib bemalol tahorat olsa bo'ladi. Undan tashqari rakvinalarga ko'ryapsiz, assortiment kattalari kelgan. Mana bu ko'rayotganingiz hovliga ustanubga qilinadigan variantda Xitoy fabrichnik variant hisoblanadi. Umuman sovuqda yorilib ketmaydi, chidamli variant. Undan tashqari mana bunaqa mebelli variantlari kelgan. Bemalol elektro do'konga kelib, katta assortimentda rakvinalarni tanlab bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Agar qaysidir rakvinamiz sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilasizlar. Chinoz bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Do'konlarimizni eslatib o'taman. Chinoz shahar dehqon bozorining yonginasida joylashgan. Bemalol kelaverasizlar.